Assalomu alaykum aziz muxlislar. Navbatdagi videomizni boshlaymiz. Bugun siz bilan Amerika maktab darsliklaridagi bitta masalani ko'rib chiqamiz. Ko'rsatishli, tenglama ko'rishdagi masalani ko'rib chiqamiz. Demak, buni logaritm yordamida ham yechishimiz mumkin yoki logaritmsiz ham yechishimiz mumkin. Bunday masalalar bizning darsliklarimizda ham bor, lekin biz Amerika darsligidan oldik bu masalani. A'ni birinchi darajasi 343 ga teng, buni S darajasi 10 ga teng, A'ni S darajasi 7 ga teng bo'lsa, buni B darajasini topishimiz kerak. Endi bu yerda ba'zan miyamizga kelib qolgan fikr, masalan, 7 ning 3-darajasi bo'lsa nima bo'ladi? Bu yerda A, B, S larning natural ekanligi haqida hech qanaqa ma'lumot berilmagan. Birinchidan, ikkinchidan 7 ning 3-darajasi 343 bo'ladi, to'g'ri. Lekin bu 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3 ning biror darajasi 10 ga teng bo'lmaydi. Demak, bu yerda natural daraja yo'q. Shuning uchun masalaga sal boshqacha yondashamiz. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, demak, A ni B darajasi 343 bo'ladigan bo'lsa, A ni S darajasi 7 bo'ladigan bo'lsa, bunday qilamiz. Demak, A ni B darajasi 7 ning 3-darajasi hamda A ni S darajasi 7 ga teng. Demak, 7 ni o'rniga buni qo'yib yuboramiz desak ham bo'ladi yoki men e'tibor bering, mana bu 3 bu tomonga mahrajga o'tadi desak ham bo'ladi. Mana shu tenglashtirib yuboramiz desak ham bo'ladi. Farqi yo'q. O'rniga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. U holda mana shu ikkalasidan demak, A ni B-darajasi teng, mana o'rniga qo'yib yuboramiz. A ni 3S darajasi bo'lyapti. Bu yerdan demak B 3S ga teng. Endi S deganimiz B taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bo'lishga o'tkazib yubordim. Va men bu yerga olib kelib qo'yaman. Ya'ni B ni S darajani o'rniga B taqsim 3 teng 10. Ikki tomonni kubga oshirib yuboraman. U holda B ni B-darajasi teng 10 ni kubi bo'ladigan bo'lsa, bu 1000 ga teng bo'ladi. Bizdan shu narsa so'ralayotgan edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.